Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо. Assalomu alaykum. Kechirasiz O'tkir aka, o'g'il bola bilan qo'l berib ko'risha olmayman. Uydagilar shunaqa tarbiya berishgan. Yixti, buna qizlar umuman qolmagan deb o'yladim. Keyin o'tiring. Siz meni balki ideyamdagi qiz ekansiz-da. Men sizga bitta gap aytmoqchi. Voy, yaxshimisiz? Zo'r, o'zinglar yaxshimisizlar? O'tkir aka tanishing, bilaman, o'g'il bola o'rtoqlarim. Qanday kuyov bola? Assalomu alaykum. Keyin Nilufar oldiga o'tiring. Uzr O'tkir aka, ayol kishi mashinaning oldiga o'tirmaydi, uydagilar shunaqa tarbiya berishgan. Ana shunaqa qizlar borki, ko'p bala bo'lsin. Haydavringmi? Hayda. Bugun mazza qilayapmiz. O'tkir aka bo'ldi, bu yoqqa o'zim yetib olaman. Odamlar ko'rsa noto'g'ri tushunmasin. Uydagilar shunaqa tarbiya berishgan. Endi sherdami? Yo'q, Endi sherdami? yo'q, o'rtoqlarim uyi. Hey, Nilu, tezroq bu. O'zingiz uyingiz yo'qmi? Bu Samarqandda yagona bo'lgan 5 gektarlik yuksalish guruh kompaniyasining Infinity loyihasi bo'ladi. Bu yerda 100 dan ziyod kottejlar, maktab, bog'cha, tennislik kort, xullas inson uchun kerakli bo'ladigan hamma sharoitlar bor. Odamlar maza qilib dam olishcha 2-qavatda bulvar zonasi va 10-qavatda joylashgan Infinity basseyni ham bor. Yana bir zo'r tarafi domlarda ham, kottejlarda ham boshlanish to'lovsiz o'zini pulini olishga bo'lib to'lashga olsa bo'ladi. Agar u bola jo'rlansa, mashina uy olmoqchi bo'layotgan bo'lsa, Anvar Temirov Instagram kanalidagi link orqali 16-mart kuni bo'layotgan onlayn tadbirda qatnashish kerak. Yo'q, ularga uchatmas. Hammamiz siz bergan uyda birga yashayveramiz. Ha, birga yashaymiz, bir oilada yashaymiz. Birga yashaymiz. Bitta o'g'il bola o'rtog'ingga ham. O'tkir aka, uy sizgamidi? Assalomu alaykum. Uzr, o'g'il bolalar bilan qo'l berib ko'risha olmayman. Tarbiyam shunaqa. Obbo, sizlar faqat qo'l berib ko'rishalmaykansiz, qolgan hamma ish qilaykansizlar-da. Qurisin ham. Yig'lab artaman, ko'z yoshimni sekin artaman. Holligimdan. Syomka tugadi va nihoyat. Syomkam tugatdi va nihoyat qozolsa. Bu endi esaga ketgan. Xudo xolasa, 4 kishi. O'z nima xohlaysan, hozir bir basharang buzib qo'yaman, tushundingmi? Yerga qo'yib qo'ying, o'zi bir qarsh bol ekansan-ku. Voy, gaplashiroma. Sen kim bilan gaplashayotganingni bilasanmi? Seriozli odam bu. Alo. Qattasin? Bittasi mana bu tavash ginat qilyapti hozir, uni adarib qo'yaman u. Noursin deychi? Ha? Noursan shikallama, noursan. O'le bet bola bo'lmay. Karlashing bir dunyo, lekin qizchanga non ursinmishda. Alo. Nima qil? Va sahnaga chiqaman, sahnaga chiqib qoraman hozir. Noursin deychi? Noursan. Balandroq ayting. Noursan agar Alloh o'tgan bo'lsam, chinni bo'lib qoldingmi? Mana uylanmagansan deb mana shunaqa qasam ichib yuraverasan. Uylansang bunaqa bo'lmaydi. Bir kunmas bir kun o'sha non urib ketadisan. Alo, jonim. O'lay agar unaqa emas, qasam ichaman. Borganim yo'q, o'lay agar. Ay, qachongacha ishonmaysan sen menga? 1-2 marta men senga xiyonat qilganimni ko'rdingmi, jonim? Faqat ko'zim seni ko'radi, faqat seni yaxshi ko'raman. Agar menga ishonmasang, mana eng yaqin rasulini urib qo'ysin, tushundingmi? Nima urdi? No'urib qo'ydi rasulni, no'urib qo'ydi. Ha, o'rtoq, xotin uyga yotgani ketgan. Ertalabgacha kontrolimiz boladan yig'ibdi. Hozir chiqaman. Yaxshi, nevaralar bir vaqt tayyorlatib kelaman. Oysa, ko'kshimimni topolmayapman. Adasi o'zim bitta dona ishimiz bor. Ketayotganimda kiyib oluvdingiz-ku? O'zimda ekan. Qaytaroqman ko'rmanman. Bo'pti, yaxshi o'tirib, salomat, xo'p. O'zim telefoni. Alo. Tez gapiraman. Ani oq futbolga qaq qo'ygansan, 1 soatdan beri qidiraman. Futbolga shkopda turibdi adasi. Shkopdami? Bo'ldi, topdim. Bo'pti, men yaxshi o'tiraman. Ha, topdingizmi? Siz ham yaxshi o'tiring. Bo'pti. Voy hozir. Pochera bir $1 bering. Ha, adasi? Seni ham bezovta qilyaptim-a.
Onasi, tez gapiraman. Soatimi qaqib qo'ygansan? Tunchi qavusda turibdi. Voy, ertalabdan beri qidiraman shuni. Bo'pti, rahmat. Yaxshi o'tir. Salom aytadinglarga. Bo'pti, xo'p. Onasi, uzr, oxirgi marta. Seni ham bezovta qilib tashladimi? O'tirgandek qilmang. Anaqa oyoq kiyimni qaqib qo'ygansan? Mana, Voy, lekin o'zing o'tirmadingmi? ular bor yerda o'tirib, ular bilan telefonda gaplashib qo'ya qolaman. Yuring, yana nima topish kerak? Mana olib keldim. Anaqa qo'y. Orqamdan o'tma, non tushib ketadi. Man aytaman senga orqamdan o'tma dedim. Orqamdan o'tma dedim. Orqamdan o'tma dedim. Alo. Allalan aytay jonim bolam. Aya, O'chir ovozingni, sekin gapir. Panjakanga kelgan gaz balon kepti, borib almashtirib kel. Qimirlama, mana qaychini uchi o'tkir. Ona bittaroq olib keldim. Olib borib berdi, pulini qaytarib olib kel. Pulga mana yeb kelaman. Qo'shni tomirini yeb, pulni qaytarib olib kel dedim senga. Hop. Qimirlavermasan ham. Och. Og'zing och. Tishlama qo'limni. Mahkam ushla, Buni marojni yeyishdan oldin o'ylash kerak. Och. Endi sen og'zing och. Och. Qayerga qochyapsan? Ana shera qo'ygani kerak etdi bu. Mana shunaqa paytda mana kerak bo'ladi bu. Ko'tar, bo'yning ko'tar. Yaxta ekan. Ha? Issiq bo'lsinmi? Qizi yopdi endi. Bir yaxtay bir qizdiryapti deysan? qitig'im kelyapti, aya. Qimirlama, yot. Arqanga shash o'ynasa bo'layotgan-a? Qani shash o'ynay, jinnimisan bo'lmaydi-ku. Nima aytgan? Yo'q, bu aytibdi-ku. Jim o'tirib chiqibdi o'zi. Qattiq qilyapsan. Nima qildilaring yana? Ko'nkiga oyog'iga. Shoshma. Ona keling. Ona maytlar hidlay kalan shamollashni ol ekan. Yaxshilab hidlasan? Ko'zimga kirdi. Ay, chuqur hidla. Burning achib ketish kerak. Uyga ham olib kir, viruslar o'lsin. Yana ehtiyot bo'l, cho'g'ini yerga tushirma. Hay. Nima shalg'am yeyman, kartoshka yeyman. Kim aytdi shu gapni? Nima yemaysan shalg'am, yaxshi-ku. Zumnoy pasta kerak qolibdi endi. Kim aytdi senga issiq choynakka teg deb? Xabar bilmadim-da. Aya, qo'limdan ari chaqib oldi. O'l arini uyini kavlamay. Bor ukang qo'liga loy sur. Ha. Xo'jajonga tegdi bu sumarlar. Aka o'zi shunday qilinadimi? Men bilaman, shunday qilar, qil tamom. Ay loydi shunday shuvaydimi? Ay bular odam bo'lmaydi bular. Yoshlik sana o'ylamagankan